Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Voya brendini rasmiy dileri bo'lganimiz uchun avtosalonimizga yangi modellari kirib kelishda davom etmoqda. Bugun mana shu yangi modellaridan biri bo'lgan Voya Free Plus avtomobilimizda nima o'zgarishlar va qanday qulayliklar qo'shilganligini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Azizlar, Free Plus modelimizda avvalgi sotgan modelimizga nisbatan tashqi old ko'rinishida sezilarli darajada o'zgarish bo'lgan hamda bu avtomobilimizga lidar va eshik davotchiklari o'rnatilgan. Salon qismida ham juda katta o'zgarishlar guvohi bo'lishingiz mumkin. Endi avvalgi modelimiz kabi torpedka kirib chiquvchi emas, balki uning o'rniga 15.6 dyuymli monitordan foydalanilgan. Va e'tiborlisi shundaki, head-up display qo'shilgan bu modelimizda. Rul o'zgacha ishlangan, eshiklar knopka yordamida ochiladi. Endi bu avtomobilimizda sig'imi 7 litrli bo'lgan xolodilnik mavjud. Avtomobilimiz orqa qismida yo'lovchilarga maksimal qulaylik yaratish maqsadida o'rindiqlarga isitish va sovutish tizimi o'rnatilgan. Oldingi modelimizda o'rindiqlar bel qismi juda tik holatda turgani uchun ko'pchilik xaridorlarimizning e'tiroziga sabab bo'lar edi. Endilikda bular bu xatoni to'g'rilashdi va endi siz knopka yordamida o'rindiqlarning bel qismini o'zingizga qulay ravishda sozlash imkoniyatiga egasiz. Avtomobilimiz bagaj hajmida deyarli hech qanday o'zgarishlar yo'q, faqatgina bir tugmacha qo'shilgan. Endilikda siz shu tugmacha orqali avtomobilimiz orqa pnevmasini sozlash imkoniyatiga egasiz. Agarda siz ushbu avtomobilimizni xarid qilmoqchi bo'lsangiz yoki oldingi Free modeliga nisbatan farqlarini o'z ko'zingiz bilan ko'rib o'rganmoqchi bo'lsangiz, Green Energy avtosalonimizga tashrif buyuring.